Men unga kechki ovqat tayyorlab bergandim. Ovqatlanayotib u, "Oyi, qilgan ovqatingiz xuddi jannatdagidek mazali ekan", dedi. Men, "O'g'lim, nega bunday deyapsan? Ilgari hech qachon bunday demaganding-ku", dedim. Yarim tungacha u o'zini yostiqlar bilan o'rab, akasi bilan o'tirgandi. U, "Aka, kel o'ynaymiz. Men Eron bo'laman, sen esa Amerika. Kelinglar, qurollar va tanklar bilan o'ynaymiz", dedi. Ular birga o'ynay boshlashdi. U, "Ko'rdingmi? Eron yutdi. Aka, Eron yutdi. Men Eron edim va men yutdim", dedi. O'g'lim Eron g'olib bo'lganini aytgandi. O'sha kechasi uning xatti-harakatlari xuddi ilhomlantirgandek edi. U bularning hammasini shahid bo'lishidan bir kecha oldin qildi. Shuningdek, o'sha kechasi u namoz o'qidi va Qur'on tilovat qildi. Ertalab u, "Oyi, meni rasmga olib qo'ying", dedi. Bu bola farishta edi.